Assalomu alaykum. Xudo xolisa 7-fevral yo 6-fevral. Ipak surinmani piyozlari kelibdi ukamizga. Nech pul chiqqan bular? Piyozlar kattaligini qaranglar. 40 ming so'm chiqibdi. Bu optim narxlar bu yana donaga sotadiganlar bizdan xafa bo'lishmasin. Juda ham chiroyli, xudo xolisa. Ranglari kichigi 60 ming. raqamiga qarab bilinadi. Kattasi 170 ming. Orqa tarafda turibdi yana nima? Liliyalar kelibdi. Liliyani ham chiroyli sortlari. O liliya nech pulligi bu? 75 ming. 75 ming so'm. Shundan ochiladi. Uchqurra. Sukulentlar kelibdi mana. Sukulentni ham chiroyli ranglari kelib qolibdi. Qiziqadigan. Sansibiliya. Galateya medalyon deyiladi, nima deyiladi? Hozir tanab ketdi. O'ta go'zal holatda. Hop, nech pul oldi mana bu? Bu 65. 65 ming. Narigisi? Kattasi. Ha, bunisi 65 ming. Juda chiroyli holatda. Go'zal holatda. Arnata. Arnatani 75 ming so'mdan qo'ygan. 2 litrlik turadi, 3 litrlik turadi. Fonsetelari ketdi. Fonsetelar ham yaxshi kelgan. Bitta korobkasi sal urinib qolibdi, ustiga anaqa tushibdi. Yush tushib qolibdi. Orxideya, juda ko'p orxideya ketdi lekin. Orxideya ko'prog'imdaqa ikkita shoxlilar ham kelgan. Chiroyli holatda. Sifat film. Turbicha tuyida tagi 3 talik sort. Bolasidan. Shu chiqqan bilmayman. Bu sukulent ekan. Sukulent. Lolalar kelgan. Lola ham mana yangi partiya hozir kelibdi. Mana bunisi ham antyurmi yangi partiya. Chiroyli. Orxideya ko'p kelgan bu yerda. Keyin Aglenimani mana sorti ham juda ketdi. Chiroyli ketdi. Bu aglenima nech pul chiqqan? 60 ming ekan. 60 ming so'm. Qimmatlasami? Ha, salgina. 60 ming so'm. Chiroyli holatda ekan bu. Men pasportni kelibdi mana holatda. Chiroyli holat. Gartenzalar kelgan, hali tushgan yo'q. Xudo xolasa partinalar kelgan. Juda ko'p narsa kelgan yana, xudo xolasa. Sizlarga keyingisi obzor qilamiz. Yana tushamiz. Inshaalloh. Просто narxini so'rashyapti. Bularning qimmati o'rtadan deyishdi. Kuzatishda davom etinglar. Like bosib, kommentariy yozinglar. Xudo xolasa ko'pchilikka tarqashiga sababchi bo'lasizlar. Mana keldi 175 ming shunaqa qo'yib qo'ygan. Tak chiroyli holat.